Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Tuzumsizlar, salomatligingiz yaxshimi? Xo'p, sizlardan men bitta narsani so'ramoqchi edim. Menga jiddiy maslahatingiz kerak bu narsa bo'yicha. Xo'p, mani nimaga tomog'im bo'g'ilib yotibdi degan savol bo'ladigan bo'lsa, men shamollagan edimda, keyin mana tomog'imdagi qichishishim to'xtamayapti endi. Shu tomog'imdagi qichishishim sababi juda qattiq xuddi shunaqa man как раз videoda kelib qoldi joyida atillabdan qilmadim o'rtoqlar. Atillabdan qilib video olib chiqadigan bola emasman. Shuni nima qilib bir tomog'ini qitishishini ketkizsa bo'ladi. Mana shu juda kuchli yo'tallar qanaqa ketkizsa bo'ladi. Shuni agar iloji boricha to'g'ri ma'noda sizlardan maslahat so'rayapman. To'g'ri ma'noda iltimos qilib so'rayapman. Shu narsani qanaqa man ko'p dorilar ichib ko'rdim, foydasi bo'lmadi. Shunga kommentariyada javoblarni yozib qoldirsanglar men xursand bo'lardim. Shunga qarab harakatimni qilgan bo'lardim. Hammaga rahmat. Maslahatingizga quloq solishga harakat qilaman emas, quloq solaman xudo xolasa. Yozib yuboringlar javobini iltimos. Vashi charchab ketdim o'zim. Yo'tal